Assalomu alaykum hammaga. Biza xudo xolasa manzilni tushuntirib o'tadigan bo'lsa, Xorazm viloyati Shovot tumanida joylashgan. Xudo xolasa O'zbekiston yo'lini qurug'i deb aytiladi bu yer. Bu yoq tarafdan kelsangizlar, Urganchdan, Gullandan, Yangibozordan kelsangizlar bo'ladi. Bu yoq tarafdan kelsangizlar 19 O'zbekiston Maxtumqulidan kelsangizlar bo'ladi. Bu yoq tarafdan kelsangizlar Qo'shko'pir, Xiva, Yangiariqdan kelsangizlar bo'ladi. Bizning asosiy vazifamiz gazlashtirilgan hududlarni ko'mir kotyollar bilan atabliniya etib berish xizmati bilan shug'ullanamiz, xudo xolasa. Yana shuningdek ko'mir kotyollarimiz bor, har xil fasonda bor. Bunkerli, bunkersiz, nijniy gariniya, verxniy gariniya, her xil fasonlarda kotyollarimiz var. Şu videonu görüp turgan yurttaşlarımız bo'lsa, ekranda videolara bir like basıp qo'ysangizlar, xudo xolasa, shuningdek videolarni sizlarga ko'p chiroylatib ko'rsatib boraveramiz. Bize ondan tashqari ayna eshiklar bilan ham shug'ullanamiz, xudo xolasa. Ayna eshiklarimiz ham 120 ga 170. Yine şu ayna eshigimiz xudo xolasa yana 5 ko'zli. Yine xudo xolasa 5 ko'zli namiz yine şu 750 ming so'm chiqadi bir shtukayna. Keyin yine bir mijozimiz xudo xolasa atabliniyalik xizmatini oldi. Atabliniyalik vajlarimizni oldi. Bular Qo'shko'pirga yetib borayotir. Gazli kotyol ekan. Nimanda zamonaviy batareyalarimiz ham oldi, xudo xolasa. Kimga shunday xizmatlar kerak bo'lsa, ekranda nomerlarga bog'lanaversalar, bizda xudo xolasa batareyani har xil turlaridan bor. Berginde arzon batareyadan tutib top qimmat batareyaga bor, xudo xolasa. Yana shuningdek akkuratli vajlarimiz bor. Yemanda nelerimiz ham bor, su shilkalarimiz ham bor. Bular ham arzon chiqadi. Su shilkamiz 570 ming so'm. Urganchdan ham so'rab kelaveringlar. Urganchdan ham arzon tushadi kerak bo'lsa. Xudo xolasa, shunday videolar kerak bo'lsa, ekranda nega like bosib qo'ysangizlar, sizlarga chiroylatib hamma o'zingizni kelishtirib beraman nasib etsa.